Sani tiling chiqib qopdimi? Ko'rsatib qo'yaman senga gap qaytarishdi. Hey, o'zingni bos. Ey, men bilan o'ynashma. Qorningdagi bola tugur o'zingni ham yo'q qilib yuboraman. Bu bola siz ham jigarisiz-ku, qanday bu gaplar gapiryapsiz? Ko'p gapirma, mendan oldin farzand ko'rmaysanlar baribir. Ye? Sening ketdi. Seni? Xush kelibsan, undaylar yaxshimi? Assalomu alaykum. Ha? Tinchlikmi qovog'ingdan qor yog'ilyapti? Yo, uyingda birorta muammo bormi? Muammo siz uyingizda xotiningizni tili ichi qarich kelganimdan beri gap qaytarib asabimga tegyapti. Tushunmadim, nima deyapsan? Bu qilig'i bilan kelma deyapti shekilli. Kelsam onamni ko'rgani kelyapman. Tushunarli. Irom aka qara. Bular shunaqa gaplar. Men opajanga ortiqcha hech qanaqa gaplar gapirganim yo'q. Troningni? Tinchlikmi? To'r dedim senga. O'zingni bos o'g'lim, nima bo'lyapti? Aya, uyda shuncha gaplar bo'pti. Indamay turganingizni qarang. Gapni eshitsingmi? Bu bilaman, seni ham uying. Kesin ayamni ko'rgani kelyapsan. Ayamni ko'rgani kelyapsanmi? To'g'ri kelib, to'g'ri ketgin. Meni oilamga aralashmagin, tushundingmi? Keyin safar xafa qilib qo'yaman.